Iltimos, ogoh bo'ling. Honeymoon mahsulotlari haqida ma'lumotga ega bo'lganlar biladiki, bizda aktual muammo mahsulotning qalbakisi ham bozorda borligi. Kuni kecha aynan shunday reyd tadbirlari davomida jami 175 dona qutulik, 80 dona bankalik qalbaki honeymoon mahsulotlari ofisimizda guvohlar bilan birgalikda yo'q qilindi. Sababi bu mahsulotning inson sog'ligi uchun xavfliligi hisoblanadi. Ming afsuski, ba'zi insonlar hali ham shu mahsulotdan arzon ekan deb sotib olishmoqda. 259 ming so'm aksiya yoki 1+1 aksiyasi boshlandi degan qalbaki videolarda ko'p ko'rgansiz. Aynan shu mahsulotlar o'zimizda qo'lbola tarzda ishlab chiqarilmoqda. Tarkibi esa o'ziga ham, bizga ham haligacha noma'lum. Reklama videolari esa Mo'jiza Honeymoon MCHga tegishli hisoblanadi. Agar maqsadingiz asal bo'lsa, bozordan toza tog' asali olganingiz ma'qul. Agarda maqsadingiz shifo bo'lsa, Honeymoonni tavsiya qilamiz. Lekin arzon ekan deb o'zingiz bilmagan, sinamagan mahsulotni xarid qilib sog'lig'ingizni xavfga qo'ymang. Ishoning, sog'lig'ingiz siz o'ylaganingizdan ancha qimmat turadi. Original mahsulotlarimiz faqatgina 55 kodi bilan 578 telefon raqamlarida yoki Honeymoon rasmiy sahifalarida. Qolgan raqamlar va ijtimoiy tarmoqlar esa bizga tegishli emas. Ogohlik davr talabi.